Polvon Guliston obunachilarimiz soni 11 mingtaga yetganligi munosabati bilan ustakalarimizga eng kerak bo'lgan 4 xil instrumentimizni aksiyaga qo'yib qo'ydik. Yaqin orada perforator xarid qilib qo'ymadingizmi? Agar xarid qilib qo'ygan bo'lsangiz, kommentariyada necha pul olganingizni yozib qo'ying. Chunki men sizga hozir aytadigan perforator narxi anchagina arzonroq siz olgan perforator narxidan ko'rishingiz mumkin. Dewalt brendiga tegishli 26 patronli toza misatmotkali perforatorimiz atigi 260 ming so'mdan Polvon Guliston do'konida xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari buni Dewalt, Makita hamda Bosch brendiga tegishli, albatta u kopiya variantlari. Undan tashqari yana bitta narsa, lazerni urinlarimizni olib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin, Dewalt brendiga tegishli hamda Milwaukee brendiga tegishli bo'lgan. Bu lazerni urinimiz komplektida katta noshkasidan tortib kichik noshkasigacha to'liq hamma yo'q bor. Undan tashqari mana bunaqa pultlari ham o'zida chiqadi. Обязательно ishlaydigan, ish beradigan narsa. Bu lazerni urinimizni ham narxi atiga 260 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari samarasida qoltirish uchun ustakalarimizga shurpayorlar olib kelib qo'yganmiz. Bu shurpayorlarimiz 48 voltli sho'tish variant bo'ladi. Bularda narxi atiga 150 ming so'm. Shogirdlarga sovg'aga olib bersangiz ham bo'ladi. Mazza qilib duo qilib ishlatib yurishadi sizni. Malyarchi aka, shpaklyovkani perforatorda aralashtirasiz. Perforator juda ham tez buzilyapti, men buni bilaman. O'shaning uchun sizga mikser apparatlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Bu ko'rib turgan mikser apparatingiz ham skidkada atiga 260 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Buni ham xuddi shunday 3 xil modeli mavjud do'konimizda. Bu aksiyamiz 19-yanvardan 31-yanvargacha davom etadi. Barchalarni Polvon Guliston do'konimizda kutib qolamiz.